Assalomu alaykum bütün dünyadaki barlıq aziz görürmenlerimiz. Dünya Uyghur Kurultayı Uyghur Avazı söhbət programmasına hoş geldinizler. Ben program riyasetçisi Baxtiyar Ömer bulumu. Aldı bilen texnik səbəbidən hammalarını saxlayıb qoyğanlığımız üçün çoxur keçirim sorayım. Aziz görürmenlerimizniki söhbətni görüş jarayonida kanalımızga a'zo bo'lishni va hambarlikni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi söhbətimiz Xitoyning irqiy qirg'inchilik olimpik to'g'risida bo'ldi. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa Dünya Uyg'ur Qurultayiniki muavin raisi, shundaqla Hacıtepe Universiteti o'qituvchisi, tarix va strategiya mutaxassisi, dotsent doktor Erkin Akram efendi. Söhbətimizə xoş gəldiniz Erkin Akram efendi. Hoş bulduk, rahmet. Endi söhbətimizni rəsmi başlayılı. Vaxtınlarını əp qoyğunumuzdan keçirim sorayım. Erkin Akram efendi, 2022 yılda qışlıq olimpikni boykot qilish masalasida Xitoyga qarshi intayin kuchlik bir xalqarалық besim shakllangan bo'lsa-mu, afsuski xalqaro olimpik komiteti olimpikning ro'yiga xilof holda 2022 yilda qishliq olimpikni Xitoydagi zolim diktator va fashist bir davlatda o'tkazishni qarorini o'zgartmadi. Endi bu olimpikni bir qism davlatlar diplomatik boykot qilgan bo'lsa-mu, bir qismi iqtisodda bog'lanib qolgan shunga qo'lladi va bir qismi inkos bildirmadi. Lekin echilish murosimidan boshlab Xitoyning satchiligi yana dunyoni qoplashga boshladi, ya'ni Uyg'ur qizniki mashal yondirishga tanlanishi, olimpik formasi va boshqa mahsulotlarning Uyg'ur majburiy amgaki bilan chetishlik bo'lishi, reperlarniki adolatsiz xulosasi, ya'ni Xitoylarga ko'proq qalayimqa nomer berishi, nurg'un davlat tanarkachlarining noroziligini qo'zg'ab qolmay, yani bir kısım tanarkachilarni davlatga qaytarib olib ketmoqchi bo'ldi bir kısım davlatlar. Demak, Xitoy o'zining kuchini namoyon qilma deb, irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirma deb, iqtisod topma deb ochgan bu olimpikdan deginiga erisha oldimi? Agar yo'qotgan bo'lsa, nimani yo'qotdi? Oldi bilan bu to'g'riliq so'zlab bersangiz rahmat. Hoş. Bu da hem de şu tenergetinin ve öküzmeslik meselesinde Xitay bu cidden bir tutukluk kazandı. Çünkü bunu kılamazlık mı mümkündü yani. Buna kılalığan oldu. Hiç olmasa biraz inavetini biraz kazangan oldu. Ama nime cidden misal hazırtaki tüymüdü bu. Şu madalyon ceddin deydiğen bolsak mı, Xitay bu da 4. nöbetdeki hazır. Altın madalyon bilen siliştiğinde bunun en köp ağan vakti şu 11 yer. Bu da 12 oldu. Bu cidden bir kazangan oldu. Çünkü bazı musabakada kanda kazandı mühim emez. Kazangan o rakam mühim. Yani kançı madalyon kazangan mühim. Xitay aşınanga ehmiyet bergenligini görüyoruz. Onundan başka misalıga şu kışlık olimpiyatını orlaştıran bu olimpiyat komitesinin ki Xitayga yan besişleri ve şundakla Xitayga yakın boğan bazı devletler Xitayga yalakçılık kılıp sözlügen sözleri cidden hem de bu kazangan mı emes mi hem de bunu xil adam xil cevap bereleydi bununla. Onundan başka Xitay bununla yamançıq pul saldı. Sağan pulunun ki bir kısmını mı uçup tepemegen takdirdi, yani bir yerde bir 10-20 milyar dolarlık bir meblağ sağan bir ahval var. Sağandan keyin o yolla, tömür yolla, sağan öyle, spor meydanla gamsige pul sağan buldu. Bunu hem de tenerket nimesi olimpiyat oyunu tüygenden keyin kazandığım pullarını hem de kirimlerini kandak oldu onu yaxşı bilmeyim de. Hiç olmasa hem de bunun keyin ki bazı Xitaylar turizm meselesinden töpeyle ziyaret kılış olsuma eşerlerge berip görüp eşerde konup gelip degendek tız boyuz tız nime taş yol degendek aşlarına, aşağıyatına, aşı tecrübene yaşaş için belki bir kısım bir pulnama kazandırıp bir iş mümkün. Onundan başka nimi kazandı deyiş biraz kıyın çünkü Xitay bunun da en asas kazandığı neyse obrazdı.
Çünkü Xitay kelgüsünde Cihangir devlet olmakçı. Cihangir devlet buluş, yalnızlık, iqtisadi, teknoloji, harbiy chettilik güçlük emas. Şundaqla bu xalqaro münasibetlerde yumuşak kuch degan. Yani obraz deymiz, medeniyeti deymiz, insanlık deymiz degandek nurgun chetda Xitay bu yerda futur etgandek turdi. Çünkü bağlan tenerketçilerge onu demeyse, bunu demeyse, onunla köreşmeyse, bununla köreşmeyse, ba'zilariga ochiqli degan gap sizlar shu kompyuterni ag'ash kelmaysizlar, telefonga diqqat qilinglar, qolgancha nima radio televizyonlarga javob bermanglar muxbirlarga degandek. Misolga Janubiy Koreyaning kiyimlarini kiygizib koreyaliklarni bizni qo'llayotdi deyman deb, mumkin Janubiy Koreyaliklarning xafa bo'lishi, Janubiy Koreyaninki tanarkachilarninki bu ba'zi bu hakemninki xato yoki bilib turib xato qilishi bilan ularning uftur etishi degandek, u yerda norozilik degandek. Ba'zi gaplar chiqyotidi, balki tanarkachilar uylariga qaytganda, mamlakatga qaytganda balki ba'zi oziqman degan narsalar va bundan chiqaroq narsalarni fosh qilish mumkin deydi. Bu eng boshdalar Turkiyaning sportchisimi Sharq Turkistonninki milliy bayrog'ini simbol qilib ko'rsatgan ahvollar bo'ldi. Xitoy bunga jiq gapni qilolmadi, balki jiq besim ishlatdi, ammo keyin buning dibimi chiqish mumkin. Ondan keyin ichilishda bularga bir yaxshi ko'ngil bo'lyapmiz, Uyg'urlarga yaxshi qarayapmiz, qarab, shunday cho'ng tanarkat o'yinlardami Uyg'urlarni chiqib shu meshalarni o'tkazyapmiz degandek obrazını tuzitishga tirishdi. Yani çünkü xalqaroda qattiq besim bor Sharq Turkiston Uyg'ur masalasida. Dilnigar degan qizni chiqib ko'rsatgan bo'ldi, ammo bu qanday planlaganini bilmayman, ammo butun dunyo boshqa bolni xotirlashga boshladi. Chunki 1936'da Nazi hukumatiningki o'rnashtirgan bir olimpiyada vardı. U yerda shu Yahudilarga biz yaxshi qarayapmiz deganini bildirish uchun Amerikada o'qiyotgan bir Yahudi qizni hamda German bilan Yahudini aralash qiz hamda Helen Meyer qizni chaqirib o'ynatib va uni Nazi salomlarni qilgizib qilgan o'yin nima bir o'yin deyli. Onu esiga keltirdi insonlarni. Chunki uni qattiq tanqid qilgan. Chunki Nazi hükümeti shunday yag'an o'yinlar bilan bir xalqning ko'zini bo'yayotdi degandek. Ammo bu Helen Meyer qozongan bo'ldi. Ya'ni hech bir mis, ya'ni madalyon olgan bo'ldi, ammo bizning bu dinlar hech bir madalyon ololmagandek, shu birinchi qatimligi tavlashmalar tushib ketgan hamda. Şuna o'xshash bular hammasi shig'ib Xitoyninki obrazini bozgan bo'ldi va tuzatgan bo'lmadi. Xitoy tabii bunun bilan birlikda Tayvanga besim ishiltib degandek qilgan ahvollar bor. Buma istagandek bo'ldi, ammo xalqaroda jiq tanqid qilib ketdi. Ya'ni birsininki Xitoyning o'rlashtirgan bir sport faoliyatlariga qatnashish uchun şartlarını qo'yish bu to'g'ri emas endi. Ammo u bisimni ishlatgan bo'ldi. Ya'ni eng muhimi endi bundan keyin bu yomon nomni oldigan ahvol 2022 Beijingda bu qishliq olimpiyat irqiy qirg'inchilik tanqidining ostida devam qildi degan bir tamg'a urildi. Hamda bu tamg'ani qanday tuzsin tuzalmaydi. Bu da hozir men 1936 yılda bu Berlin'de o'tkazgan shu Nazilarning hukumatini o'tkazgan bu olimpiyat o'yini hozirgacha shu Abaka degan Yahudi qizni esiga olgandek va Yahudilarga qarshi irqiy qirg'inchilik ilib berishning oldidagi faoliyatlar bo'lgandek, xalqlarni esida turgandek, bundan keyin Sharq Turkistondagi xalqiga bu zulm
ve ırkı kırgınçılıkını ilip bağlan müdabi tamga hem de Xitay'nınki taraqqiyatı bilan billa hem de devam kılıdı. Bunu hem de Xitay bunu tüzdüş pek kıyın buludu dep oylayman. Boş. Ko'p rahmat demisimi Xitoy o'ziniki obrazini yaxshilash uchun milliardlab dollar xərclədi. Onun üstüge şu chet ellərdəki Konzu institutiga o'xshash əsləhə qurilishlarını nihoyatda jiq qildi, lekin buning hech qaysisidan naf ololmadi. Oxirgi kelgan chaqda u institutlarmi taqaldi. Shu olimpik amaliyotda o'zining obrazini yaxshilash uchun. Demak, buningda hamda ba'zi iqtisodiy taraflarni qo'shmasak, butunlay mag'lub bo'ldi deb qarash qiyin bo'ldi. Mana shuni tushundim. Tushunchangizni ko'p rahmat. Endi ikkinchi savolga kelsak, ba'zi mutaxassislar Xitoy olimpikni o'tkazmoqchi bir mezgil xalqarodan tap tortibdi. Ya'ni olimpikdan keyin Xitoy Sharqiy Turkistondagi jinoyatini texmi jiddiylashtirish mumkin deb qarayotdi. Ba'zilar bo'lsa Xitoy ko'chalardagi tekshirish punktlari uylarga o'rinlashtirilgan ko'k quti saqchiga ma'lum qilish uskunasini so'kib o'tibdi. Shunga bundan keyin Xitoy siyosatini sal bo'shashtirish mumkin deb qarayotdi. Uyg'urlarning ichidami dal shu ikki xil ko'z qarash bor ekan. Uni his qilyapmiz. Bo'libmi shu Mashinrayondan keyin Chinchuangoning o'rniga olmishiga qarata umidvor bo'layotganligini his qilyapmiz. Sizningcha shuningdan keyin bu ikki ahvolning qaysisi bo'lishi mumkin? Yoki Xitoy tashqi jihatda bo'shashtirgandek qilgan bilan ichki jihatda ham erkin qirg'inchilikni davomlashtiraveramdi. Bu to'g'riliqni so'zlab bersangiz rahmat. Xo'sh. Bu 2022 bu yil ichida mencha bir o'zgarish bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki ma 3-oy kelyapti. 3-oyda ikki cho'ng yig'in bor. Birisi xalq qurultayi, birisi shu istishora qurultayi bor. Buni yaxshi o'tkazishga tirishdi. Undan boshqa 10-oyda bu Komünist Partiyaningki qurultayi bor. Bu qurultayda hem de Xi Jinping devam kılamdı, kılmamdı degan bir mesele var bir yerde. Çünkü saylamga kirish lazım. Gerçi bu reislerninki qancha qitimliq reis bo'ldiganiga dair ba'zi maddalarni chiqarib etib boshqa madda qo'shgan bo'lsa, yani partining ichida yeni bir xil saylamlar bo'ladi. Shunga ma'qitimki olimpiyat o'yininingki natijasi Xi Jinpingga no'mur qetib berdi. Ma 3-oyda ichildigan ikki qurultayga yaxshi ichilsa, Xi Jinpingga no'mur qetib berdi. Bunda bir paytda Tayvan meselesinde, Şarkı Türkistan meselesinde bek varangchurung degandek seviyedeki bir işlerini qilmaydi deb o'ylayman. Bu bir. İkincisi, Şarkı Türkistan'da ilip berayotgan zulm siyosati mencha qisqa bir vaqtning ichida o'zgarmaydi deb o'ylayman. Çünkü Xitoydagi bu lager meselesi, türme meselesini yeni başlap natija ilishninki ko'ydi. Konusu çıkıp yenisini mi yana qetib ekiryotdi. Bultu 8-oy, 9-oyda itibaren yeni ballarni ekirib ketdi. Ondan keyin burun chet elda ballari bo'lib da o'zi vatandan bo'lgan ba'zi ana va dadalar işçiga ekirilmagan. Bu damı növbetiyle ekirishga başlayotdi. Demek bunun to'xtagani yo'q. Ama bu oldu emas oldingi yilininki 9-oyda merkezde Xitoy hukumatining merkezde Sharq Turkiston xizmatlarining 3-yig'inini ochgan. O 3-yig'inninki muhim bir mazmuni Sharq Turkistonning iqtisodini kuchlantirish. Çünkü Xitoy bu yerda muqimlikni qo'g'dayman deb nurg'un pul qashildi bunga. Shuningga Sharq Turkiston hukumati o'zimi ancha-muncha bir ishlab chiqarish yo'li bilan bir pul tepish lozim deb ta'voddi. Shuningga turizmni kuchlantirish uchun qo'lidan kelganini qilyapti. Bu daqima qishliq olimpiyadani bahona qilib Sharq Turkistonda bir qishliq tanaqqiyotninki bir harakatini boshlagan bo'ldi. Bundan keyin 19 ülke ve bazı şehirler birlikte Sharq Turkistonga yardım qilyapti. Merkezden yana pul ajratyapti bütçeden. Ama Sharq Turkiston'daki bu çıkımlar yetmeyapti.
Şununla bu chiqimni to'lash va shundaqla Sharq Turkistondagi xalq deydi hamda. Bunun da biz düşünelerimiz Xitay üçün deyotgan bo'lsa kerak. İqtisadi turmuşunu yükseltiş lazım. Çünkü Xitaylar teçhik vardır Sharq Turkistonda. Bu yerdeki iqtisod turmuşlarını yükseltmese, bu insan kaçsa, ondan keyin itirazlar, bu inkazlar bu köpeyip gelse, Xitay yana başquruş mu ters bo'ladi. Şununla bu iqtisodni canlandırış mana 2 yil bo'lib qolay dedi. Bunu teki kılamadı. Kılamıgaçka hazır biz köygəndək maşinriyini yerge ekegenge. Maşinri muşu zulüm siyasetini yaxşı kıldığı emas, iqtisadi taraqqiyat bulupma taraqqiyatga muşu teknologi qıytib durup bir taraqqiyatni kılamigi deb ekegen adam bu. Şununla bunundan keyinki Sharq Turkistonning siyosati hamda bir jihatdan degandek muşu zulüm siyasetini devam kılıdı deb o'ylayman. İkincisi bunun qo'shimcha bo'lib iqtisodni canlandırışga tirishadi. Qaysi yo'l bo'lsa bo'lsin, buni canlandırışga tirishadi deb o'ylayman. Ama agarda Sharq Turkistonda yana shunday zulüm siyasetini ilib borman deydigan bo'lsa, buningga yanama jiq pul tashlaydigan. Ve xərclənən pulun karşılığında obrazını mı tüzləməydi deb o'ylayman. Çünkü bu vaqt tüzdüdüğən bir noktadan ötəb getdi. Yani tüzlənməydiğən bir nokta qarab minvadı da. Şununla bu siyaset oңşuludu yoki yumşaydı degan göz qarashqa biraz gumanlı bilan qarayman. Ama şu nima olimpiyat hareketini ötküzüp aldım. Bunun dikin dehşet şu ciddi iş kılımen deyişme biraz o mu biraz gumanlıktayım. Yani evvelki ben degen bir şekilde devam kılamiki deb o'ylayman. Xo'sh. Rahmat demisimi Sharq Turkiston hozir pan dunyodagi bir do'zax aylandi. Bu yerda Uyg'ur emas, musulmon emas, Xitoyninkimi imkoniyati bala qochadigan qochib ketibdi. Uni Xitoyning o'ziniki do'yin boshqa narsalardan to'g'ri chiqqan u narsalardan ko'ryapmiz. Demak, Xitoy chidmaydigan bir sharoitda Uyg'urlar hozir majburiy yashayotdi. Hamda iqtisodiy jihatda butunlay hamma nimani yo'qotib etsa, odam turish imkoniyati qolmaydi u yerda. Shunga hamda iqtisodiy jihatda tuzash haqiqatan bek muhim. Endi yana bir savolga kelsak, bu nihoyat muhim bir savol deb o'ylayman, chunki yoshlar bek qiziqadi bunga. Bo'libmi shu siz tuzgan strategiyaningki Uyg'ur davosining ikkinchi bosqichi, ya'ni hozirgi bosqichi, buning jarayoni to'g'riliq qisqacha so'zlab bersangiz deb o'ylayman. Çünkü nurg'un yoshlar mush to'g'riliq mendan so'radi, lekin men umumyuzlik bir tushuncham bo'lmag'achqa bir qismini deb berdim. Oldingi haftada mush to'g'riliq bir suhbat bo'ldi bizda. Bo'lsa mushniki deyishga bo'ladigan bir qismini yoshlarga bir tushuntirib bersangiz mushu munosabat bilan. Rahmat. Bo'ladi. Ma'u ikinci bosqichningki oxirgi nishonimiz Sharq Turkiston rayonini xalqaro kuchlar tarafdan, mayli Birleşmiş Devletler Teşkilatı bo'lsin, mayli bir qancha kuchlar, yani devletler demekçi, ular birlikte yig'ilib Sharq Turkistonninki boshqarish kuchini o'zini himoya ostiga olib turib, Sharq Turkistonliklarninki siyosiy, iqtisodiy, ma'rif bo'lsin va qolgan shu saqchi tarbiyalashdan bizning diniy e'tiqodi va urf-odatgacha qo'g'dinishni ostiga ilishadi. Bunu qilalish uchun hamda birinchi qadamda Sharq Turkiston meselesini xalqaraviyleştirmek lazım. Bu xalqaraviyleşmagan bir meseleni abaqa degan men degan ikinci bosqichni oxirgi nishon berish tez bo'ladi. Bu bununla birlikte yani siyasyonlar profesyonelleşmek lazım. Teşkilatlar hem de müesseseleşmek lazım. Eğer de profesyonel yok, müesseseleşme yok, o vaxtda Sharq Turkiston davasını xalqaraviyleştirgan taqdirdima onu devam qildirish qiyin bo'ladi. 2018'ning 8 aydan 11 aygacha
bir cereyan yaşadık. Yani Şarkı Türkistan davasının halkara siyasi sahneye çıkışı ve siyasi sahnenin merkezde yer ilişi bu bizimki davanınki en mühim bir seviye, en mühim bir nokta geldi. Şununla bu 11. aydan itibaren 2018 basqışqa ötken bolduq. İkinci basqışda nimende? Birinci basqışda davanı halkaravileştiriş üçün meyli nimi desek eyli, vakraylı, cakraylı, varan çurun çıkıraylı, nimi kısan kıl, şu davanı halkaravileştiriş de bir iş kısanla meyli şu mubah, şu buludu şu. Ama ikinci basqışda hem de ilmi siyaset bile manzış lazım. O vaxtda da teşkilatla, resmi teşkilatla buluş lazım. Çünkü sen resmi teşkilatla, halkara müesseseler ve devletlerle alaka kurmak için. O alakanı kurgan çağda sen resmi bulunsan seni ciddiye almaydı hem de seninle münasebet kurmaydı. Bu mühim bir çünkü çık sorganla oldu. Nima üçün resmi bo'lmagan teşkilatlar faaliyet kılamaydı dedi. Çünkü halkaranın kaydısı bu. İlmi siyaset kılış üçün bizdeki faaliyetçilerin birinci basqışdaki faaliyetçilerimiz hemsi siyasyonga ayrılmış lazım. Yani siyasetçi buluş lazım. Bu siyasetçi buluş yani böyle kiyimini almıştırıpla glastıkını takaplıp kığılıp olmaydı. Onun biraz omaş buluş lazım. Yani siyaset degen nimo? Halkara siyaset degen nimo? Siyasetini kandak kılıdı, kandak kılmaydı. Yani siyaset degenler yani kolunda bağ güçlerini kandak işiltiş ve kandak tahsimat kılış ve seninki nişanlığına kandak hizmet kıldırış bir senetemdi. Olmaydıgan işini bulduğun halka ekilerligen takdirde o siyasyon bulamaydı. Bundan başka bu devletlerin arasındaki münasebetler var. Bu münasebetlerini kuruş ve bazı müesseselerle münasebet kuruş için diplomatik adamlar lazım. Bu nimet adamlar degende bular bilimlik, yaptan, nayda uşa, kim diyecekni caydı kiydiğen manda adamlar. Çünkü sen karşındaki adamını hayıl kılıp üzerindeki menfaati için hizmet kıldırsın. Karşındaki adam hemsi dödemez. Belki en ilgar adamlar. Ularını hayıl kılış için seninle aşıncılık bir seviyede buluş lazım. Şuna bizge diplomatlama lazım. İkinci basqışda en mühim bir işimiz kanun bile iş kılış. Çünkü bizimki davamızda kolumuzda hiçbir esvap yok, hiçbir güç yok. Haklarına havu digizdiğen hiç nimemiz yok. Xitayga takabul turalaydigan harbiy güç, teknolojik gücümüz, marif gücümüz, coğrafya gücümüz, nüfus gücümüz, bütün sahanı sanısak ama tenkildiğen hiç nimemiz yok. Şununla biz kurultay kurulgan vaxtıda nimi bile kılımız? Hiç nimi yok. Akıllı bile kılımız diyen şu bütün güçlerinin ki annesi, bütün güçünün ki yadro gücü şu akıldır. Akıl ile halkın kolundaki güçten faydalanış, akıl ile özgergen vaziyetten faydalanış, özgergen vaziyetinin yaratkan neticesini özümüzdeki güçüge esvapka aylandırış. Hem de bu güçünü aylandırışta şu kanun en mühim bir rol oynaydıgan oldu. Biz birinci basqışdaki utuqluqlarını birinci kanunlarla qoğdaş üçün xalqara kanun, Avrupa Birliği kanun degende hatta kerek olmasa Xitayning kanunlarından faydalanıp utuqluqlarını qoğdap qilish lazım. İkincisi xalqara çıkargan bazı deklarasyon var, bazı çağrılar, bulardan kandak faydalanırız bu hazırda ben degenlerden. Yani ularının bazı maddelerini yalnızla bir maddesinden kandak faydalanırız. Ma kanunun ma maddesi bile yanı bir kanunun yanı bir maddesine bağlap durup kandak kazanımız degen mesele var. Şununla bizge kanuncu yetiş lazımdı, teyyar buluş lazımdı. Bununla birlikte hazır şu kurultay bu cidden küçüyüvatkan ve bu işini yaxşı kılıvatkan bir iş olsa, şu başka devletlerde bazı kanunlarını çıkarış.
Misalga Amerika'da çıkan kanunlar insan haklarıga Türkistan Uyghur insan hakları karşı çıkan kanun var. Ondan keyin bu mecburi emgek bilen münasebetli kanun var. Misalga bu kanunlar çıkandan keyin bu kanundan qanday foydalanamiz? Misalga insan haklarına karşı bu kanunda Amerika'nınki istihbarat teşkilatı 6 ayda bir yılda bir hükümetke, mecliske, kongrege bir rapor sundu. Rapor bir iş lazım. Bazı raporlar istihbarat karakterlik raporlar. Ondan keyin kongredekiler bununla karab, ondan keyin mandat kılış lazım deb bazı talimatlar, bazı kanun maddelerini koşumca bir iş mümkün. Ve hükümette mesela Amerika hükümetinde Taşkı Ministerlikte değil, Uygur meselesi bile münasebetli bir işkan içiliş lazım. Bununla birlikte mesela Hollywood'da Uygurlar bile münasebetli birkaç film işleş mesela. Ondan keyin bu bazı projenin namında nurgun Uygurlarını terbiyeleş lazım. Evet, ben degandek nurgun sahalarda. Misalga mecburi emgek'e karşı bu kanunda biz qanday qilib bazı Xitoy bilan hamkorligini davom qilayotgan shirkatlarga qanday bir besim ishlatish, ularni qanday bir yo'l bilan arz qilish. Tabii her arzda qozonadi degan gap yo'q hamda. Ba'zi arzni ufitish mumkin. Ufitirayotgan keyin pul to'lash lozim. Ufitib olgandan keyin pul topadigan degan gap. Bazı şirketler Xitoy bilan hamkorlik qilmaydi belki ve Xitoyninki iqtisodiy yomon bir ziyon bergan bo'la oladi. Agarda ba'zi uyushurun yoki vasitalik bir yo'l bilan Xitoy bilan tijoratini davom qilganlar bo'lsa, bularni qanday xalqaro sotlarga berish, qanday qilib shu qaysi shirkat, qaysi tizimlar shu davlatning qonunlariga moslashtirib bu shirkatlarga qanday jazo berish yo'liga kirish lozim. Şunun bilan nurgun şirketler Xitoy bilan shu manfaat munosabat kirishga biraz tortinadigan bir holga kelish. Bu bizning kuchimiz shu. Burun bu kuch yo'qdi. Qonun chiqqandan keyin bunda bir kuch, bunda bir alaylik ahvolni bizga yaratib bergan bo'ldi. Ammo yetmaydi. Çünkü Sharq Turkiston Xitoyninki besib bir yer. Bu yer bir mustamlika bir rayon. Bunu hem de hemimiz bilimiz. İğzi çıkma diyelerimiz ama xalqarani qanday qayil qilamiz. Şu xalqaro kanunlarga qanday müracaat qila olaymiz. Ularni qayil qilish uchun akademik bu tadqiqot bilan oxiri qonuniy yo'lga kirib, oxiri shuni qabul qilgan xalqaroda nurg'un qonunlar bor chetishadigan, ya'ni Sharq Turkistonning bir mustamlika rayon bo'lgandan keyin ilgisiga qaytib berish degan maddeler var. Hatta qo'shimcha maddelarda shumi bor. Agarda Xitoy bermasa bu yerni yerli xalq Xitoyga qarshi chiqishma haqliq bo'ladi. Hatta qurollik bilan qarshi chiqsama haqliq bo'ladi deydigan maddelar bor. Bununla qanday murojaat qilamiz? Meseleler bor. Gerçi bu kanunlar birdinla besim işiltikler Xitoyni tizgin qilish tez olsun ama bir siyasi esbab, siyasi bir metot olup bu naydı mühim bir taraf edip oylayman. Hem de bu olukma 2005'ninki xalqaro Birleşken Devletler Teşkilatı'nda ön köp işletken bir hukum var. Yani özünün qoğdaş mesuliyeti deydiğen. Bununki manası şu, bir devlet özünün halkını açlıktan, susuzluktan, tecavüzden, zulümden eğer de qutquzamasa başka devletler kol sağlı buldu. Bu aslında Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki asas nizamnamesinin 7. bölümde mi bunda gaplar var. Ama bir devletke kol seliş için xavfsizlik daimi 5 azanın hemisi qabul qilish lazım. Hem de Xitoy uning ichida bo'lgandan keyin buni qabul qilmas mumkin ama hazır men degan shu
Yugoslaviya meselesinden oturuğa çıkan bir hüküm, yani Qo'g'dashning mesuliyeti degan. Buni mi qanday ishiltish meselesi var. Buna mı kanuncular lazım? Çünkü bu moyun. Moyunluğu nima deganda, Sharq Turkistonda her xil zulmlar 21. asrda insonlikqa, insoniyatga uygun bo'lmagan her xil bisimlar, her xil zulmlar, irqiy qirg'inchilikqa qadar hammasi bor bu yerda. Buni qanday qarab turalaysizlar? Shuningga bu yerga qo'l solmasanglar bo'lmaydi deb. Buni taklif qildilar. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki en çok 6 organ var. Bununki bir tanesini bilimiz belki ya, şu umumi meclis hem de. Hemimizin bilgende BDT degan vaqtida şu meclis esirtirdi. Altının içinde birisi şu bazı meseleler bo'lgan rayonlarni himoya ostiga ilinish bir organı var. Şunun o'xshash bu organıma aktif haliga, yani hareketga sog'limi bo'ldi. Agar da biz degan şu xil qadamlarni besib kelmasak, o'sha Turkistonni xalqaro kuchlar tarafdan himoya ostiga ilishmi qiyin bo'lib qoladi. Shuningga ikkinchi bosqich aslida da'voninki chet elda ilib berayotgan da'voning eng qiyin qismi. En qiyin qismi. Bu yerda yolg'izlar Sharq Turkistonlik yetmaydi. Chet elliklar bo'lsa, mush ishlarga ko'ngil bildigan, insoniyatga ahamiyat beradigan, bu inson haqlariga ahamiyat beradigan tashkilotlar, kishilar hammasiga murojaat qilish lozim. Ularga bu ishlarni ilib berish lozim. Çünkü bu ben dedim, Sharq Turkiston davosınınki kuchni qo'lga tushirish ninki sharti xalqaro vaziyatdir. Vaziyat degan vaqtida esimizda tutayli o'zgarib turdi degan gap. Agar vaziyat o'zgarib kelsa, boshqa bir xil bo'lib kelsa, bizga ziyon beradigan, foydasiz shunday bir ahvolga aylanib qolsa, u vaqtida men degan planlar belki qiyin bo'lib qoladi. Shuningga hozir bizga jiq vaqt qolmadi. Xalqaro vaziyat baribir o'zgardi. Xalqaro munosabat tarix o'qiganlar biladi. Vaziyat davomli o'zgarib turadi. Shuningga bu o'zgarib bo'lguncha biz qo'lga tushirib olganni tushirilish lozim. Uni kuchga aylantirib olgandan keyin ba'zi vaziyatlar o'zgarsimi, u kuch qo'lingda bo'lg'achqa, ya'ni jiq ishlarni qilib bo'ldi deb o'ylayman. So'zlab kelsam bek uzun bo'lib ketdi. Mesela qisqa qilib tushuntirishga tirishdim, belki tushunishli bo'ldi deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Chunki bizning qurultayning yig'inlariga bu yig'inlari bu strategiya masalasi bo'lib yepiq shaklda bo'ldi. Nurg'un odam faqat sirtdan anglagan, shuningga bu masalaga bak qiziqdi ekan. Anadagi yana bir qism kishilar qurultayniki nihoyat uchiq bo'lgan ro'shan mustaqillik yo'lini burmilab tushuntirib, shu uzun yildan beri strategiya bilan meniyotgan bu qurultayni har xil batnamlar chaplashga urinyotdi. Chunki bu shu strategiyani tushungandan keyin nurg'un yoshlarning kimi kallasi ochildi ekan. Men bu nurg'un bolalarga shunda tushuntirdim. Bu yilgi 4 kunda o'zgarib turadigan yoki tuyuqsiz chiqib qolgan strategiya emas. Buning davomi yani qancha yil davomlashdi, bir 20 yilning oldida tuzilgan strategiya shu paytda o'zgartirilib, mukammallashtirilib meniyotdi deb sizga ko'pdan ko'p rahmat. Siz bilan har qatim uchrashganda nurg'un savollarni so'rag'imiz keldi-ku. Bo'lib shu dunyodagi qiziq nuqtalar, masalan, shu Ukraina masalasi shuning birisi. Hamda Ukraina masalasi nihoyat jiddiy bir mazgil davomlashdi, hatto urush bo'ldigandek shunda ciddi bir holat kimi keldi. Lekin tunogunda yoqi sal pastga tushib qolgandek, ya'ni aslida nurg'un kuzatuvchilar urush bo'ldi deb o'ylagan bo'lsa-mu, tunogun askarlarni chekindiribdi Rossiya. Sizningcha Rossiya Ukraina atrofiga demisabdan shuncha ko'p askarni anglashga qaraganda 130 ming deydi. Nimishqa topildi bu askarlar? Ya'ni ishning
taraqqiyot qanday bo'ldi? Rossiya zodi nimaga erishmoqchi? Mushuncha bular jiq harakat va chiqimdan keyin. Buni bir so'zlab bersangiz rahmat. Rus tarafdan qarasak hamda bu yerda harbiy manevra elib beryapmiz deydi. Biz o'zimizniki zaminda har qanday vaqtda, har qanday joyda buni elib bora olamiz. Buning nimasi bor deydi. Halbuki bunda asan, haqla asan qoyil bo'lmaydi bunday gaplarga. Chunki sen eng ilg'or hujum xarakterlik qurollarni, harbiylarni bu yerga yig'ibsa, bundan keyin Belarusiyadan mushu tovangacha nima Ukrainani bir C, yani ABC'ninki C şekilde muasirga olgandan keyin haqlar gumon qildi. Bu bir. İkincisi, o'z vaqtida mushu Gruziya, mushu Georgiya degan Gürcistan degan davlat nima bir yag'an bir harbiy manevra bilan kirib besib olgan. Onu bilamiz. Shuningga haqlar normalda hamda ruslar bunda bir ishni qilgan chaqda cho'qim andaq bir ish qiladi deb o'ylaydi. Hamda Rusiyaningki kirgan yerda boshqa millatlarninki mustaqilligini qo'llab qo'yib chiqdi dedi. O'z vaqtida 44'te Şarkı Türkistan'da bunu kıldı. 46-47'de İran'da Kürtlerge bir devlet kurup eğer. Şunun okşaş bu Gürcistan'da iki asallık milletke hakimiyet kurup verip çıktı. Hem de bunu körep hem de Ukrayna'da Ukrayna'nın şark tarafı yani Donetsk degan rayonlarda muşunda bir işini kıldırgan okşaydı da kaklar aşına guman kılıdı hem de. Çünkü Ruslarınki burun tatip kılıp kelgen bir siyaset. Yani bir cidden bu keyinki yıllarda şu Orta ve Şarkı Avrupa devletlerinin bazıları NATO azasıga müracaat kıldı, bazıları kabul kılındı. Ukrayna'da kabul kılınmadı. Ve Avrupa Birliği öz vaqtida 1990 yıllarının o'ttirlardan başlapma Şarkı kengayiş degandek siyasetiyle kengayip bazılarını Avrupa Birliği aldı. Şununla bu Rusya'nın şu xavfsizlik cette özününki çigra etraftaki devletlerin köpü Avrupa Birliği'ye yaki NATO'ga a'zo bo'lib ketdi. Ondan başka hem de şu 2014'te Ukrayna'da bir askeri bir hareket bo'lgandan keyin siyasi o'zgarish bo'lgandan keyinla bo'libmi şu nima Krim aralini tatib olgandan keyinla g'arbliklar Rossiyaga besim ish bilan birlikda Orta ve Şarkı Avrupa bazı devletlerge askerma yig'ib keldi. Kurallarını ekeldi. Ruslarınki tank bulup mu hücum kılgan çağda bir devletke kiriş ceryanında ularning tank ve zırh haruları pek işe yaraydı. Bunu hem de kışta yaxşı oldu çünkü yer to'lmagandan keyin tanklar asan mağalaydı. Eğer de hazır şuncaydan itibaren hem de hava biraz ısıngandan keyin lay patkak oldu tankların ötüşümü to'g'ri ravan bo'lmayan. Bununla birlikte İngiltere ve NATO'ma şu bazı devletlerge tankını vurduğan bazı roketlerini sitbergen. Ukrayna'ya hücum karakterlik kurallarını sitbirvadı. Başka devletler Lituanya, Estonya diyen devletlerini kurallaştırvadı. Polonya'nı şunda kılvadı. Bu Rus pek ensirdi bu. Bunun kim bu NATO ve Amerika beni şu çigradan sıkıştırıp ahirinde de tizgin kılalaydıgan halıga ekildi dep oylaydı. Çünkü hemimizden isimizde var belki 1853'lerde böyle Kırım uruşu degen bir uruş bo'lgan. Rusya'nı şu O'rta dengiz, Qora dengizden qo'g'lab chiqirib. Rus uzun bir mezgil bu dengizge kiremdi. Çünkü denizden uzaklaştırsa Rusya sırtqa içilamaydı. Bu Baltık degen denizden çıkımen dese o yerde 3 aylıkla faaliyet kılılıp oldu. Kalan 9 ay muz tonlap ketkenden keyin o parklar çıkış kılamaydı bu yerde. Şununla şu Karadeniz'den
O'rta dengizga chiqib dunyoga ichilish en muhim bir yer. Shuningga Çarlık Rusya boyunca mushu Krimni, Ukraynani, Belarusiya ve Polonyani qo'lga tushirish uchun hep jang qildi. Hep jang qildi. Hatta ayol podshoh Katrina mushu Krimni ilib olganligini deydi ki, men Rusiyaga Rus podshohiga tekkan vaqtimda jiq mundaq hediye eklamagan. Mana hozir men Krimni ippadim, bu meningki Ruslarga hediyem bo'lsin dedi. Çünkü şu Krim Aral o'xshashla Ruslarninki şu dengiz Ermenininki bazı. U yana tatquz qo'ysa Ruslar hamda Qora dengizga kirish qiyin bo'ladi. Çünkü Qora dengizininki bir qoidasi shu, dengizninki sahip bo'lgan dengizininki keng tarlığı o devletninki Qora dengizga hakim bo'lishla paralel bir köstüdür, bir paralel köstüdür. Sen qanchalik dengizga dengiz bo'yiga ega bo'lsang, shunchalik dengiz suvga ega bo'lasan. Qora dengizdagi devletler bir yerda qanchalik turman desa dengizning ichida, qanchalik turman desa turdi, Qora dengizning sirtdagi devletler parxutlar kelib qolsa, en ko'p 3 hafta turadi. Shuningga Rossiya bu Qora dengizga nihoyatda ehtiyoji bor. Osmanlı bilan jiq jang qilgan, keyin inglizlar bilan jang qildi, albatta degan Krim urushi degandek. Hozir hamda Amerika va Yevropaliklar Ruslarninki bundan keyin Qora dengizdan O'rta dengiz va hatto mushu Qudusga hokim bo'lish. Mushlardan ansiraydi. Yevropa devletlarga besim ishlatishni, ularni o'zininki besim ostida boshqurgan devlet haliga ekenmekçi. Bu Avrupa devletleri mi bundan ensireydi? Fakat Avrupa devletleri Rusya'ya şu enerji cettimi yıkıngan bir devletler. Misalga şu bulupma Germaniya en çok devlet bu hem de Germaniya öz vaxtıda 1990'ın ortalarında şu yadro elektrik santrallarını tüketip biz şu xatarsiz narsalarni qilaydigan bir siyosetni ilib olgan ekan, Rusiyaning tabiiy gazga beqingan. Misalga o'z vaqtidagi Schröder degan bosh ministr boti, o'ma ruslar bilan shu energiya munosabatini o'rlashtirish uchun ruslar bilan yaqin munosabat qurgan. Shu kundan bugungacha ruslarninki Germanninki Rusiyaning energiyasiga muhtoj bo'lg'achqa aşının bağlanıp kelyapti. Hem de bugünlerde Germaniya üçün qiyin ahvol bo'lyapti. Bir jihatda NATO ve Amerika ergishib ish qilay desa, energiyadan quruq qoldirilgan. Energiyadan quruq qolsa, u vaqtida Germaniyaning ichidan besim kelgan. Xuddi ma'u nima bilan bo'lgandek, Xitoy bilan bo'lgandek. Xitoy bilan bo'lgan tijoratning sumi nihoyatda yuqori. Yani Xitoy bilan bo'lgan bu iqtisodiy manfaatni deb Uyg'ur meselesi, Tibet meselesi, shunga o'xshaydigan meselelarda devamlı arka planda turilyapti. Yani aldı plan chiqib bayraktarligini qilmayapti. Ama başka jihatdan Avrupa Birligida buni qilyapti. Putin buni yaxshi ishiltib, yaxshi o'ynayapti shu asbobni. Shuningga bu men agarda NATO'ga qarshi Amerikaga muasir qarshi bir faaliyet qilsam, Ukraynaga bir harbiy yig'ib qo'qsam, bu Avrupa devletler önünü chiqaramaydi. Shunga men buni qila olmayman deb buni qilgan. Ama bu Amerika'nınki bisimi ve NATO'nunki bisimi ig'ir bo'ldi buda. Shunga hozir Ruslar biz bir qism harbiy manevrani tugatdi, qaytyapti, deyapti ama NATO bunga ishonmayapti. Çünkü her fırsatta bununla yani Ukrayna'ga biz kiralaydı. Ukrayna'nın şarkı rayonundakilerimi ular özünü Rus deb gördü, köpemdi. Rus deb gördü. Ular o rayonda mı Ruslarınki yalanma harbiylerimi bağlıydı. Aslında Rus Ukrayna'nın zeminine kırdı desek mi buludu. Ama köplep kırmayan yaptı.
Şununla bu Rusya'nın ki bence asıl maksatı Ukrayna'nı neçige bölüp ötüş. Olsa Ukrayna'da Rus hakimiyeti yani Rusya'ya yakın bir hakimiyetini kurup çıkış. Buna öz vaqtida Şərq Türkistan'da Şinşisayni qo'llashning maqsadi shudir. Ya'ni Rusiyaga, Sovetlarga yaqin bo'lgan bir hukumat qurish. 44'teki Cumhuriyet kurumlar biz qo'llaymiz dedi. Keyin Cumhuriyetni e'lon qilib Şərq Türkistanning yerini ep bo'lgandan keyin bular qo'pib, ya bu Cumhuriyet demanglar deb. U yerda ya'ni shu Ruslarga yaqin bir hokimiyat bo'lsin, bo'lmaydigan bo'lsa, bir şeydigini almashtirsak bo'ldi deb Alihan Törenimi aşına almıştılar. 1970'lerde Ruslar Kazakistan ve Kırgızistan'da harbiy sanını köpeytip Xitayga bir besim işletken. O vaqtida o yaşını yaşayan, o 1970'lerini yaşayan Uygurlar biliş mümkün. Çünkü nurgun nimalarni, tayyorliqlarni qilib ketgan shu vaqtda, ochliqlarni yig'inlar, atıp qo'llanlar degandek. 1979'da Xitay Vyetnamga besib kirdi. Aş vaqtida Ruslar yana Kazakistan, Kırgızistan'a harbiy chiqqan. Yanıla Xitayni qo'rqitib va cho'chitgan bo'ldi. Bu misolni berishning sebebi belki Ukrayna etrafiga harbiy yig'ishning maqsadi yolg'izlar qo'rqitish ve çekindiriş bir maqsadda. Yani NATO'nun kengayishini çekindiriş ve Ukrayna'nın NATO'ga a'zo bo'lmasligi ve bo'lsa Sharqiy Yevropa devletlerinde NATO kuchlarının bo'lmasligi, yani bir tampon rayonunu şekillendiriş için qildi deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyatda tafsiliy tushuntirib berdingiz. Bu davlatniki strategik, geopolitik manfaati nihoyatda muhim bo'ladi-ki, buning uchun ular har qanday bedel to'lashdan qochmay o'zininki manfaatini qo'g'dash uchun tirishadiki, buniki Rossiyaning keyingi qadamida yana qanday ahvollar bo'ldi, Ukraina qanday qildi, buni yana diqqat qilib turaylik. Kechiringlar, ekran yo'qolib ketib qoldi. Shuning bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga kelganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Biz sizning xizmatlaringizga cho'ng utuqlarni tilaymiz. Shuning bilan programmamizni inshaalloh oyoqlashdi. Qimmatli ko'ruvchilarimizga diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa, qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishni va hamkorlikni unutib qolmaslikni umid qilish bilan birga hammanglarga tinchlik va osoyishtalik tilaymiz. Allohga omonat, rahmat. Allah'a emanet.